O'zbek shou-biznesida o'ziga xos o'rin tutgan aktrisa Aysenimxon Yusupova haqida muhim xabarlar tarqaldi. Aysenimxon turmushga chiqmoqdami? Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Mahorat bilan tomoshabinlar mehrini qozongan aktrisa Aysenimxon Yusupova Istanbul shahrida o'tkazilgan Tarkan konsertida ishtirok etdi. U ijtimoiy tarmoqlarda joylagan videolari orqali ushbu lahzalarni muxlislari bilan baham ko'rdi. Aktrisaning aytishicha, u bolaligidan turk estradasi yulduzi Tarkanning qo'shiqlarini tinglab ulg'aygan. Shu bois mazkur konsert uning ko'p yillik orzularidan biri bo'lgan. Aysenimxon izohlardan birida his-tuyg'ularini yashirmay, orzularimdan biri ro'yobga chiqdi. Urra Tarkan, seni çok seviyorum deya yozib qoldirgan. Muxlislar esa aktrisaning quvonchiga sherik bo'lib, unga samimiy tilaklar bildirmoqda. Aysenimxonning Istanbul safari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda, deyiladi xabarda.